Bolamizni xavfdan himoya qilamiz deb, aksincha uni qo'rqoq va jur'atsizga aylantirib qo'ymayapmizmi? Assalomu alaykum. Yana qarshingizda Javonsher Rustamov. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bundan bir necha oy muqaddam biz Jonatan Haytni Behalovat avlod kitobini tahlil qilayotgan edik. Ya'ni tahlil deganda har bir bobi bo'yicha o'zimizni xulosalarimizni berib borayotgan edik. Nimaga videolarimiz to'xtab qoldi bu kitob bo'yicha? Chunki kitob bu tahliliy, ya'ni ilmiy asoslangan tahlillarga asoslangan asar bo'lgani uchun undagi har bir xulosani biz o'zimizni tanamizdan his qilib ko'rishimiz va boshimizdan kechirsakgina bu jonli chiqadi va boshqalarga ham manfaatli bo'ladi degan fikrda edik va bir qancha tajribalarni bergan bu yerda kitobda keltirilgan ilmiy tadqiq qilingan yo'nalishlarni bir qanchasini xullas ko'rib chiqdik va bugun biz kitob bo'yicha xulosalarimizni davom ettiramiz. Bugun 3 va 4 bob bo'yicha asarda ikkita rejim haqida fikr yuritiladi. Aynan mana shu bobda bu bola ruhiyatini shakllantirishda ikkita asosiy rejim markaziy o'rin tutadi. Bu kashf etish rejimi va himoyalanish rejimi. Bu nima degani? Bolalar shu yoshligida hamma narsaga qiziquvchan bo'ladi va biz ota-onalar o'laroq yoki jamiyat o'laroq uni himoyalashga, ya'ni unga zarar yetishini oldini olishga harakat qilamiz, lekin bu tabiiy jarayon bo'lganligi uchun unga ko'p ham to'sqinlik yoki qarshilik qilish tavsiya qilinmaydi. Ya'ni bu yerda asar muallifi aytmoqchi bo'layotgan narsa shundaki, bola to'laqonli rivojlanishi uchun kashf etish rejimida yashashi kerak. Bu nima degani? Har bir narsaga, qiziqqan narsasiga bolaga qo'yib berish kerak, ya'ni erkinlik berish kerak. Bu nafaqat oilada, balkim umuman jamiyatda ham bu narsa bo'lishi kerak. Jamiyat deganda bola doimiy ravishda qatnashadigan harakatlar bu bog'chada, maktabda va ko'chada, ayniqsa mahallada, bizni jamiyatda. Shu nuqtai nazaridan asosiy masala bolani o'sha aytganimdek kashf etish rejimiga qo'yib berish kerak. Kashf etish rejimi degani, yana soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. So'zim boshida aytgandek, bola hamma narsaga qiziqadi va o'sha qiziqishlarga qo'yib berish kerak. Agar biz oilada unga qo'yib bersak, lekin jamiyatda bu narsaga to'sqinlik qilinadigan bo'lsa, ya'ni qo'yib berilmasa, erkinligiga, qiziqishlarini sinab ko'rishiga, o'shani o'z tanasida his qilib ko'rishiga qo'yib berilmasa, bola baribir avtomatik ravishda himoyalanish rejimiga o'tib qolishi mumkin. Himoyalanish rejimiga o'tib qolishda biz ko'pincha o'zimiz aybdor bo'lamiz, ya'ni oilada xavfsizlik illyuziyasi degan narsa bor. Bu nima degani? Mana tajribadan yaxshisi aytib berishga harakat qilaman. Mana hammani bolasi yoshligida issiq narsalarga intilaveradi. Masalan, misol uchun choy ichayotgan paytingizda choynakka tegis keladi, piyolaga tegis keladi, issiq choy turgan piyolaga va bunda ko'pchiligimiz tegma yoki qilma, yaqinlashma, kuyasan degan gapni aytamiz. Lekin mana shu jarayonda biz o'sha issiq narsaga intilayotgan vaqtda, ya'ni ushlashga intilayotgan vaqtida qo'yib bersak, baribir ushlamaydi. Ya'ni biz tasavvurimizdagi xavflar yuz bermaydi. Aksincha qo'li hammaning joni o'ziga shirin, bolada ham xuddi shunaqa. Ya'ni ozgina tegib ko'rsa, o'zi qaytarib oladi va sizda qaytadan u bolaga nisbatan doimiy ravishda teginma, kuyasan degan gapni aytishga hojat qolmaydi. Mana shu kashf etish rejimi. Ya'ni kashf etish rejimida bola hayajonli holatni boshdan kechiradi va o'zida tajribalar to'plashni boshlaydi. Biz issiqlikni qayerdan bilganmiz? Choynakda umuman issiq narsani issiqligini va bizga bu zarar yetkazishini qayerdan bilamiz? Chunki biz tajribamizdan o'tkazib ko'rganmiz. Bolada ham xuddi shu narsa bor. U ham tajribadan o'tkazib shu narsani bilgisi keladi. Bu bilishga nisbatan intilishi, bir ko'rinishi va agar biz bunga doimiy ravishda to'sqinlik qilib kelaversak, u keyinchalik miyasida doimiy ravishda qanaqadir to'sqinlik yasab oladi va umuman xavfsiz bo'lgan narsalarga nisbatan ham unda miyasida xavf doimiy ravishda to'qnashib kelaveradi va u o'zini bor potensialini ko'rsata olmaydigan insonga aylanib qolish ehtimoli ham
yo'q emas. Asarni mana shu 2-bobda mana shu narsa butunlay to'liq tushuntirib beriladi va bu isbotlari bilan taqdim qilinadi. Bolalardagi qo'rquv asosan bu tajribasizlikdan kelib chiqadi. Mana yuqorida ham aytib o'tdim va bu tajribasizlikda biror bir ishni qilib ko'rmaguncha hadiksirayverish davom etaveradi bolada va asarni muallifini tadqiq qilishicha boladagi bu qo'rquvni yengishni yagona usuli bu hayajonga solish, ya'ni hayajonli holatlarni bolaga yaratib berish va bunda eng asosiy o'rinni bu o'yinlar, jonli o'yinlar va bu vazifani bajarar ekan. Bilsangiz, oldinlari mana biz yoshligimizda ham o'sha mahallada, dvorda, ko'p qavatli uylarning qarshisida o'yingohlar bo'lardi va bu o'yingohlar turli attraksion, kichkina attraksionlarga o'xshash va unda o'ynash doimiy ravishda bizni hayajonga solgan va o'sha o'ynashga intilganmiz. Lekin afsuski bugunga kelib bu juda ham kamayib ketdi, ayniqsa Toshkent holatida, chunki ko'p qavatli domlar juda ham tig'iz joylashyapti va hattoki bittagina o'sha kichkina plasmasdan yasalgan o'yinchoq o'sha o'yingoh bor, lekin biz davrimizda juda ham bu narsalar ko'p bo'lardi va bu vazifani parklarda attraksionlar bajarishi mumkin, lekin unda ham hozir bu kitobda keltirilgan attraksionlar deyarli men ko'rmadim va bolani hayajonga solib turadigan, o'sha tajribasini oshirishga yordam beradigan asosiy narsalar bu o'yinlarni nazarda tutadi. Bu nimaga o'yinlar bolani rivojlanishida asosiy rol sifatida ko'rsatib beryapti asar muallifi? Chunki bola o'ynash davomida birinchidan atrofidagi o'sha o'yingohdagi bolalar bilan munosabatga kirishadi va u yerda xavfni o'z tanasida yana bir bor his qilib ko'radi. Misol uchun yiqilib tushsa, qayerdadir lat yeyishi mumkin yo qayerda tirnalishi mumkin. Xuddi shunga o'xshash. Bu hayajonga soladigan nimalar bor, ya'ni o'yingohlardan tashqari xo'p nima qilsak bo'ladi degan savolga bu yerda 6 ta narsani, 6 ta o'yin turini ko'rsatib beradi. Buni albatta kitobdan bemalol o'qib olishingiz mumkin. Sotuvda kitob bor haligacha. Bu o'sha videomizni boshida ham oldingi sonlarda ham aytib kelganmiz. Bu kitobni barchamiz o'qishimiz kerak va bu asar chop qilingandan keyin bugungi kunga qadar juda ham ko'plab yangiliklar bo'ldi. Buni shu sonning oxirida aytishga harakat qilaman. Yana bir asosiy narsa bizning yutuq tomonimiz, mana huquqiy jihatdan, ya'ni qonunchilik nuqtai nazaridan anglo-sakson huquq tizimida, Yevropada va Amerikada bolani ko'chada yolg'iz qoldirish ota-onaga nisbatan qanaqadir huquqiy choralarni, qonuniy choralarni qo'llashga sabab bo'ladi. Misol uchun, u yerda bolangizni yolg'iz ko'chaga chiqarib yuborsangiz, sizga nisbatan qanaqadir o'sha bolani olib ketib, himoya markaziga ota-onaga nisbatan qanaqadir bolani qarovsiz qoldirgan degan mazmundagi qonunchilik va bu jazo choralariga, jarima va boshqa narsalarga olib keladi. Buni adashmasam Avaz Oxun ham o'zini bir konsert dasturida aytib o'tgan edi. Olib ketdi bolamizni degan mazmunda. Va bizdagi yutuq bu narsa yo'q, ya'ni siz bemalol bolangizni ko'chada o'ynashiga qo'yib berishingiz mumkin va biz bu tomondan ancha yutamiz. Buni asarda buni muvofiqlashtirilgan parvarish deb keltiradi asar muallifi. Shu imkoniyatdan ham hattoki bizda ham shu narsa rivojlanib boryapti va kuzatishlarimdan kelib chiqib aytishga harakat qilaman. Ya'ni ota-onalar bolasini yolg'iz ko'chaga chiqarib yuborishga hadiksirash jarayonlari boshlangan. Bunga ko'plab sabablar bor. Bu o'sha Amerika, Yevropada ham asosiy sabab shu bolani qarovsiz qoldirgan natijasida unga nisbatan zarar yetkazish, o'g'irlab ketish, boshqa holatlar bo'lganligi uchun bu narsa qonun darajasida majburlangan. Go'pisi bir gapi borki, agar axloq nuqtai nazaridan tartibga solinmasa, bu davlat o'zini majburlov instituti orqali, majburlov qo'llari orqali, ya'ni bu narsani qonunlashtirib majburlaydi. Lekin bizda axloqiy nuqtai nazardan hali bu majburlov darajasiga chiqmadi. Lekin shu bola o'g'irlari, misol uchun voyaga yetmaganlarga nisbatan, ayniqsa qizlarga nisbatan
Ming afsuslar bo'lsinki, turli xil ko'rinishdagi tajovuzlarning bo'layotganligi albatta ota-onalarda hadiksirashdi va bolani xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qanaqadir choralarni ko'rishni majbur qilyapti. Bunda choralarni ko'rishda men o'ylaymanki, faqat bolani uyda olib o'tirish emas, balkim ko'chaga olib chiqqan holatda uni erkin qo'yib berish va unga sezdirmasdan kuzatuvni amalga oshirish mexanizmini ham qanaqadir shunaqa bir tizimni ham menimcha har bir o'zini o'sha sharoitidan, holatdan kelib chiqib ko'rsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugungi kun trendi bu muvofiqlashtirilgan parvarish, ya'ni bizda ham xuddi shunaqa. Bu nima degani? Ya'ni siz o'sha yuqorida aytganimdek bolani doimiy ravishda qanaqadir band qilish, to'garak yoki sport yo boshqa narsalar bilan band qilib qo'yish, bu bolani qanaqadir bir issiqxonada o'sgan gulga o'xshatadi va u kelajakda qanaqadir o'zini ko'rsata olmaydigan bir insonga aylanish mumkinligini isbotlab berishga harakat qilgan va tabiiy ulg'ayish tarbiyasini qo'llab-quvvatlaydi tadqiqotchi. Bunda bola o'zi erkin. Ya'ni bunda ham qarangda bitta narsa bor, ya'ni tabiiy tarbiya usuli deganda hamma narsaga qo'yib berish degani emas. Bolani bizdagi bitta gap borki, bolani bolalik qilishiga qo'yib berish kerak. Va bu hozir o'sha muvofiqlashtirilgan parvarishni trendga aylanayotgan sababi qanaqadir muvaffaqiyat ortidan quvishga o'xshaydi. Bolani muvaffaqiyatli bo'lishiga asos bo'ladigan narsa bu doimiy ravishda band bo'lishi, shug'ullanishi, o'rganishi, qanaqadir vaqti bo'lmasligi, ya'ni bolalik qilishiga degan qarash bor, lekin bu illyuziya ham o'sha aytganimdek muvaffaqiyatni ortdan quvish, ya'ni ota-onalar shundagina bolam muvaffaqiyatli bo'ladi degan bir qarash bilan bog'liq va bundagi o'sha asosiy masala tabiiy tarbiya usullari, ya'ni erkin bo'lishi, hamma narsada bemalol suhbatlashishi, bemalol xohlagan ishini qila olishi bu asosiy masala hisoblanadi. Va yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Men agar oldingi videoda aytmagan bo'lsam, o'zimda bo'lgan tajriba, ya'ni fikrimcha bolani xudbin bo'lishiga, umuman bola tarbiyasiga ta'sir ko'rsatadigan eng asosiy bu insonlar, bu ota-ona. Ya'ni o'sha bir tajribamki, o'sha farzandim bog'chaga ketayotgan vaqtida o'zi bilan 3-4 ta shokolad olib ketishi tayyorgarlik ko'rgan. Ya'ni o'shanda nima qilasan deganda, bu o'rtoqlarimga beraman, men yesam o'rtoqlarim qarab turmaydi-ku menga degan bir fikrni bergani. Bu 3 yoshligida edi, adashmasam. Bu uni men o'rgatmaganman, misol uchun. Hech kim o'rgatmagan, bola o'zidan kelib chiqadi. Agar o'sha vaqtda biz to'sqinlik qilganimizda edi, unda demak xudbinlik boshlanadi. Demak buni olib borish mumkin emas, ya'ni boshqalarga narsa berish mumkin emas degan bir qanaqadir fikr paydo bo'lishi mumkin edi deb o'ylayman. Xo'p, endi 4-bobga o'tsak, ya'ni xulosa shuki, 3-bobdan bolani erkinroq qo'yish, uni muvaffaqiyatli bo'lishi, o'zini shaxs sifatida ko'rsata olishi, o'zidagi bor imkoniyatlarini ko'rsatib berishiga xizmat qiladi degan masala bor. Va bunda erkinlik bo'lishiga va hayajonli damlarni boshdan kechirishiga, qo'rquvni yengishiga asosiy sabab bu tajriba to'plashi. Tajriba to'plashida esa biz kattalar, jamiyat, bog'cha, maktab bunga yo'l qo'yib berishimiz kerak va bundagi asosiy vazifamiz o'sha o'yin o'ynashi, boshqa qanaqadir mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi. Bunda o'yin turlari ko'rsatilgan. Mashg'ulot deganda ham kuni bilan umuman bolani vaqtini doimiy ravishda band qilib qo'yish emas, balkim qaysidir qismida o'ziga qo'yib berishi, o'zi xohlaganchalik ish qilishiga qo'yib berish kerak degan g'oya yotibdi bu anaqada. 4-bob bo'lsa balog'at yoshi va voyaga yetishni kechikishi deb nomlanadi. Eng ota-onalarning eng qo'rqinchli davri bo'lsa kerak. Hali meni bolalarim unaqa o'smirlik darajasiga chiqishmadi, lekin ko'pchilik o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatuvlar bo'yicha bu o'smirlik davrida ko'pchilik ota-onalar qiynalishadi, chunki bu kitobda ham aytiladiki, stressga to'la, stressga ta'sirchan bo'ladi degan fikrni beradi. Va bu yerda balog'at yoshiga o'tishda bir qancha jamiyatlarda o'ziga xos bir o'tish
marosimlari bor, ya'ni belgilari bor. Bunda misol uchun shu kakku qushni eslatadigan qanaqadir raqslar, umuman va qizlardagi o'sha hayz ko'rish marosimidagi qanaqadir yana bir raqslar haqida bitta har bir ko'pchilik o'sha bir nechta millatlardagi holatlarni aytadi va bu yerda eng qizig'i o'sha fransuz etnografini bir tadqiqoti bo'yicha voyaga yetish, ya'ni balog'at yoshiga yetish 3 ta bosqichda ajratib ko'rsatadi. Ya'ni ajratish bosqichi bunda o'smir ota-onasidan va bolalikka xos odatlardan ajraladi. So'ng o'tish bosqichi, ya'ni bunda ota-onadan boshqa kattalar o'smirni sinovlar va ba'zida og'ir mashaqqatlar orqali yo'naltiradi va nihoyat qayta qo'shilish bosqichi. Bunda jamiyat, shu jumladan ota-onalar yangi yetilgan shaxsni kattalar dunyosining to'laqonli a'zosi sifatida tantanali qabul qiladi va bu yerda fikrimcha bolani o'sha voyaga yetish paytidagi balog'atdagi stressiga asosiy sabab jamiyatga qo'shilish jarayonidagi bir o'z o'rnini topishga bo'lgan intilish bo'lsa kerak. Ko'pchiligimiz o'sha o'smirlik davridan keyin uni inson, ya'ni katta inson sifatida qabul qilishimiz qanaqadir qiyin bo'ladi, ayniqsa ota-onalarda, chunki ota-ona nazdida bola o'sha nechiga kirsa ham, ya'ni bizda bitta jumla bor, ya'ni necha yoshga kirsang ham men uchun bolasan degan bir fikr bor va bunda ko'pchilik menimcha noto'g'ri talqin qiladi. Bu necha yoshga kirsang ham men uchun bola bo'lib qolasan degan tushunchamiz aslida tub mohiyati nuqtai nazaridan 50 ga kirsang ham, 60 yoshga kirsang ham men ota sifatida senga o'sha 3 yoshligingda, 4 yoshligingda, 6 yoshligingda qanday mehribon bo'lgan bo'lsam, xuddi shunday mehribonman degan mazmun yotsa kerak deb o'ylayman. Bu 50, 60 yoki 30, 40 ga kirgan bolani qanaqadir nazoratda yoki doimiy ravishda uni qarorlariga to'sqinlik qilib yoki qarorlarni qabul qilishiga qanaqa ta'sir o'tkazish emas bu, ya'ni nechaga kirsang ham men uchun bolasan degan tushuncha. Bolalarga ya'ni madaniyatni o'rganish uchun namunaviy shaxslar kerak bo'ladi o'smirlik davrida, ya'ni madaniyatni o'rganish uchun namunaviy shaxslar kerak bo'ladi. O'sha vaqtda zarbdorlikni shakllantiradigan sinovlar, jamoat har bir yangi maqomni tan olishi va ota-onadan farqli ustoz va murabbiylar ham kerak bo'ladi degan fikrlarni bu yerda ko'rsatib beradi. Va o'g'il bolalardagi o'smirlikda o'ziga xos jihatlardan biri shundaki, ya'ni o'g'il bolalar jamiyatda o'z o'rnini topish kerak bo'ladi va jamoada qanaqa qabul qilish kerak. Yigitlar jamoasi uni qabul qilish kerak va bu qabul qilishda turli yo'nalishlari bor. Men ayniqsa o'zbek bizda qanaqa yo'nalish bor, qanaqa marosim bo'lmasa kerak-ku. Nu qanaqadir odat bormikin, mana shu bolani o'smirlik yoshida yetdi va uni bo'ldi o'smir va balog'at yoshi yetdi degan bir qanaqadir marosim bormi deb o'ylab qoldim. Menimcha bo'lmasa kerak. Va yigitlarda, ya'ni o'smirlik paytida o'g'il bolalarda o'zini o'sha jamoaga qo'shilish, uni katta inson bo'lganligini ko'rsatish uchun hattoki ba'zida qo'pollashish, atrofdagilarga nisbatan yomon munosabatda bo'lish, ayollarga ta'zir o'tkazish ko'rinishda ham paydo bo'ladi deb bu yerda kitobda yozib ketyapti asar o'sha muallifi. Yana o'sha balog'at yetishga bu yerda o'sha yosh chegarasi bo'yicha qanaqadir masalalarni ko'rsatyapti. Misol uchun 13 yoshda ota-onasi kinoga borish, 16 yoshda qanaqadir mashina haydashni o'rgatish, 18 yoshda o'sha rasman kattalardek o'sha barcha huquqlardan foydalanish mumkinligini ko'rsatib bergan. Bu yerda bolalikdan balog'atga qo'yilgan narvonlar, ya'ni bolani doimiy ravishda katta bo'lishiga yordam beradigan qanaqadir bir harakatlar ota-ona tomonidan qilinishi kerak bo'lgan 6 yoshda, 8 yoshda, 10 yoshda, 13 yoshda, 16 yoshda va 18 yoshda qilish kerak bo'lgan ishlar bo'yicha tavsiyalar bergan. Buni har bir oila o'zini qadriyatidan, o'zini qo'ygan prinsiplardan kelib chiqib bemalol qo'llashi mumkin. Asosiy masala xullas bugun chiqargan xulosalarimni bu ikkita bobdan bolaga erkinlik berish kerak. Ya'ni mustaqil bo'lish kerak. Qaysidir chegaralar bo'lishi kerak va bu chegaralar doirasida bola doimiy o'zini erkin his qilishi kerak va o'zidagi qo'rquvni yengish uchun, ya'ni biz ko'ra olmaydigan qo'rquv bor bolalarda, o'shani yengishi uchun
biz sharoit yaratib berishimiz kerak. O'sha yuqorida aytib o'tganimdek, bolaga sezdirmasdan qanaqadir bir kuzatuvlarni amalga oshirish mumkin yoki o'sha o'yinlar bor, o'sha o'yinlarni o'ynashiga qo'yib berish kerak. Buguncha o'sha chiqargan asosiy xulosalarim shu. Eng asosiysi shu butun video davomida aytmoqchi bo'lganim, bola mustaqillik berish kerak, tajribalar orttirishiga qo'yib berishimiz kerak, xatolar qilishiga qo'yib berishimiz kerak. Shundagina u doimiy ravishda rivojlanishda bo'ladi va jamiyatda o'z o'rnini topishi ham shunchalik oson bo'ladi. Ayniqsa o'smir yoshidagi bolalarda o'sha jamoalarga qo'shilish, maktabda guruhlarga qo'shilish, umuman boshqa o'zini tengdoshlari yoki umuman ko'chadagilar uni tan olishiga intilish uchun ko'plab bo'mag'ir ishlarni qilishi mumkin. Misol uchun hozir o'sha maktablardagi o'smir yoshlar ayniqsa o'sha chekish masalasi yoki boshqa o'zini ko'rsatish uchun janglar, umuman qizlarga nisbatan hurmatsizlik va boshqa ko'rinishlari bor va bu jarayonni stresssiz o'tishini ta'minlashda o'sha boshida aytganimiz, ya'ni 3-bob xulosasidagi kashf etishga, ya'ni tajribalar orqali o'zini ustida ishlab mustaqil fikrlaydigan inson darajasiga chiqarishimiz kerak bo'ladi. 18 yoshdan keyin mustaqillik kerak bo'lmaydi, shundoq ham mustaqil bo'ladi. Qolipli tarbiyalash orqali biz hech narsaga deyarli erishmaymiz va 18 yoshdan keyingi jarayonda unga mustaqillik o'z-o'zidan ham bo'ladi. Yuqorida aytganimdek, bizdan yashirib ish qilishi mumkin, uni hech kim to'xtata olmaydi. Meni shaxsiy fikrim, misol uchun farzandlarimiz maktabga chiqishni boshladim, biz uni doimiy ravishda nazorat qila olmaymiz. Bizdan yashirib hamma narsa qilishi mumkin. Shuning uchun o'sha vaqtgacha, ya'ni maktabga chiqqungacha bo'lgan jarayonda u bilan bemalol u sizga kelib hamma narsasini, hamma fikrini, hamma dardini aytadigan darajaga keltirishimiz kerak va eng katta masala boladek emas, kattalardek. Ya'ni boladek deganda men mensimasdan, u kichkinaligi yoki boshqa holatlarni nazarda tutib aytyapman. Uni ham inson sifatida qabul qilib, u bilan suhbatlashish, gaplashish kerak deb o'ylayman, xullas. Va Behalovat avlod kitobi xulosalarini chiqarishda davom etamiz. Faqat bu kitob albatta olib o'qing, barcha kitob do'konlarida mavjud. Bu bo'yicha o'sha xulosalarim, tajribalarimni ijtimoiy tarmoqlarimda ham yozib boryapman. X'da bor, o'sha Substackda va Telegram kanalimda ham bor. O'sha JonSher.uz shaxsiy blogimda ham bu bo'yicha o'sha yozgan esselarimni bemalol o'qib borishingiz mumkin bo'ladi. Kuzatganingiz uchun, vaqtingiz uchun minnatdorman. Rozi bo'ling va fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Kitobni o'qing albatta. Biz bu bo'yicha suhbatlarni davom ettirishga harakat qilamiz.